Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz kuzatuvchilar. Sizlarga bir murojaat bilan chiqmoqchi edim. Agar shu fikrimni ma'qul deb topsalaringiz, shu narsani qilmoqchi edik. Ziyorat joyi bor. Kamida 5 mingta, 6 mingta odamlar kelib ziyorat ketadi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkentlardan ham, qo'shni davlatimiz Tojikistondan ham kelib ziyoratchilar ziyorat ketadi. Bilmaganlarga men aytaman. Xo'ja Bulg'urota ziyoratgohi, Xo'ja Mayxonato degan Darband darasiga ham bitta ziyoratgohlar. Bu yoq bitalari rivoyat qilishlaricha. Shu yerda ham qaranglar, juda ham rivojlanib ketgan. Shu yerda ham nima deysizlar? O'sha joydek rivojlantiramizmi? 1000 so'mdan bo'lsa ham, 5000 dan bo'lsa ham, 10 mingdan ko'pchilikmiz shu narsani tashkillashtirsak, ertaga keladigan, bu yerga keladigan ziyoratchilarga son video qilmoqchi edim shu yerga. Agar Langarotaga o'xshab, boshqa ziyorat joylariga o'xshab bu yerda ham obod qilsak, kelajakda ko'p ziyoratchilarning kelishiga nima sababchi bo'lamiz. Mana shu yerda obod qilibdi degan juda ham savobi ko'p bo'ladi, savobi yaxshi bo'ladi. Shunga agar shu narsani qilmoqchi bo'lsak, izohlarda sizlardan izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Agar qilaman desalaringiz, nasib bo'lsa shu videoni boshlaymiz. Bir 10 kun, 20 kun shundan keyin bu yerga ancha-muncha texnikalar kela olmaydi. Yo'llari bor, nimalar keladi, katta mashinalar kerak. Mayda mashinalar kela olmaydi. Shunga sharoit qilib mana shu yerlarga naves yo'q, shinamgina joylar qilib, ziyoratchilarimizni ko'nglidan joy olib, keladigan bir baxtligirini ochadigan joy o'zi. Normal sharoit qilamiz degan niyatda shu videoni qilyapman. Endi joylarni ko'rsataman. Agar ma'qul bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Ishonaman barcha obunachilarga. Hammalaringizga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Mana shu yostiq, mana ko'rpa to'shaklarni mana shu yerga qo'yadi. Mana tarelka, kosa, piyola, shu hamma narsa mana deklari mana shu yerga turadi. Juda ko'p yil bo'lgan buni ham qurishga. Mana bu yer tandurlar, mana kelgan ziyoratchilar mana 3 ta tandur, katta tandurlar bor. Shu yerga tandur qilib, qovurib, go'sht olib kelgan narsalar pishirib ketadi. Mana yoqqa oq suv bor, 2 suv qo'shilgan joy. Mana yoqlar mol so'yadigan qassobxonasi. Mana yoqqa bitta yana o'tiradigan joy bor. Mana shu uydan tashqari tomondan ko'rinish. Mana bu yer ziyoratgohlarning qabrlari. Mana kirishga mana shu yerdan ziyoratchilar ziyorat qilib qaytishadi. Juda ham saxova odamlar ko'p kelib, mana shu yerga ziyorat qilib qaytishadi. Juda ham mana shu yerda bitta bobomiz hajga bormasdan shu yerni remont qilib, mana shu uylarni qurib ketganlar. Mana tashqari tomondan go'zalligi, odamni bahri dilini ochadigan joylar. Mana har bir kelgan odam qaytib yana keladigan bo'lib, juda ham emotsiyaga boy bo'ladi mana shu yer. Mana bu joy haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz. Bu mana ko'llari xuddi kosa shaklda. Xudoning nimasi. Hammaga rahmat e'tibor uchun.